Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Birodarim savol beribdilar. Bir kishi ayoli bilan urushib, 3 taloqsan deb aytgan. Ayolini 3 oylik homilasi bor ekan. Endi afsus qilib yashayman deyapti. Nima qilishlik kerak degan savol beribdilar. Alloh taolo insonni yaratib, har bir gapirgan gapiga javob beradigan, har bir gapirgan gapini farishtalar yozib olib, qiyomat kuni guvohlik beradigan mukarram qilib yaratdi. Ikkita bir-biriga harom bo'lgan, bir-biriga begona bo'lgan jasadlar berdim, ya'ni qizimni berdim, nikohlantirdim, kuyov esa qabul qildim degan ikkita so'z bilan begona erkak va ayol bitta oila bo'lib xotin bo'lib qoladi. Xuddi shuningdek, taloqsan degan bitta so'z bilan bir-biriga xotin bo'lgan va ayol bir-biriga begona bo'lib ajrashib ketishligi mumkin. Shuning uchun bu inson og'zidan chiqayotgan kalimaga javob berishlik kerak ekanligini yaxshilab tushunishlik kerak. Endi inson 3 taloqsan deb aytgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Salasun hazluhunna jidduhunna jiddun va hazluhunna jiddun." 3 ta narsa borki, ularni jiddiysi ham jiddiy, hazili ham jiddiy dedilar. Va bu 3 ta narsani bittasini taloq dedilar. Inson taloq beradigan bo'lsa, hazillashgan bo'lsin, jiddiy aytgan bo'lsin, bu taloq tushadi. Shuning uchun inson 3 taloqsan deb turib, taloq degan kalimani ishlatgan bo'lsa, 3 taloq tushadi-da, buni hech ham qaytarishlik mumkin emas, magaram Alloh taolo aytgan shart bilan. Alloh taolo agar 3 ta taloq beriladigan bo'lsa, bu ayol boshqa erga tegishligi va bu boshqa erga ham birinchi erga qaytishlik uchun emas, balki boshqa erga shu bilan yashashlik uchun tegadigan bo'lsa, so'ng yashashlik imkoniyati bo'lmasdan, ya'ni bular yashay olmasdan ajrashib ketgan bo'lsa, ya'ni ikkinchi boshqa erga tekkan bilan yashashlikka qodir bo'lmagan, yana u bilan ajrashib ketgan bo'lsa, so'ng mana shundan keyingina birinchi eriga qaytishlik joiz bo'ladi, ikkinchi eridan iddasi tugagan bo'lsa. Shuning uchun inson ayoliga 3 taloqsan degan bo'lsa, hech ham buni qaytarishlikda imkoniyati yo'q Allohning huzurida, Allohning dinida. Bu sotilingan imomlar, sotilingan muftiylarga borib bir yo'llar qilib berishligi mumkin, lekin Allohning huzurida, bizning dinimizda inson ayoliga 3 taloqsan degan bo'lsa, bu ayoli taloq bo'ladi. To boshqa erga tegib, u bilan yashab, so'ng undan talog'ini olgan bo'lsa, so'ng undan iddan chiqqan bo'lsa, shundagina uylansa bo'ladi. Boshqa yo'l bilan buni qaytarishlikning ilojisi yo'q. Alloh taolo oilalarni saqlaydigan va oilalarni Allohning dinini ustida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatining ustida quriladigan oilalar qilib qo'yishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Vallohu